Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu kendir mi rostla shifoliqmi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishni umid qilaman. Bugungi bu kendir mi to'g'risidagi leksiyani so'zlashimning asosli sababi ba'zi qarindoshlar manga ayrim uchur yo'llab mendan shu o'zlarininki kendir meninki alohida shifoliq ekanligini, yana ko'plagan davolash qiyin bo'lgan kasalliklarni davolashda ishlanadiganligi to'g'risida uchurlarni anglaganligi, buning rost yolg'onlikqa toza jazm qilolmaganligi uchun mendan bir so'rab beqish maqsadida manga uchur yo'llaganligini aytgan edi. Men u qarindoshlarningki bu savollarga javob berish uchun kendir mi to'g'risida ba'zi izlanishlarni ilib borgan. Bugun mushu o'zimniki izlanishlarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Endi bu kendirmi ko'pinchimizga uncha notanish bo'lmagan ism bo'lib, biz kichik vaqtlarimizda bu kendir miniki tanarqining a'zam bo'lishi sababidan ko'pincha kishilar bo'libmi iqtisodiy ahvoli biroz tuvan kishilar shu oilada kendir mi bilan tomoq yetadigan ahvollar bizning yurtlarda xilili umumlashgan. Keyin 80 yillardan boshlab bu kendir mahsulotlari, ya'ni nashini asos qilgan kendir mahsulotlari cheklangani uchun bu kishilarmi xohlagancha kendir teradigan ishlari tugab ketgan, yana kishilar xohlagancha kendir teriyolmaydigan bo'lgan. Natijada bu kendir mi bilan tomoq etadigan ishlarmi bora-bora tugab ketgan. Endi bu kendir mi kendir tarkibidagi 113 xil moddaningki biri bo'lib, u 1940-yili bayqalgan ekan. Neshi bilan kendir mi, kendir o'simligidan tavlab ilingan moddalarningki umumiy miqdorining 40%ni egallaydi. Kendir tarkibidagi bir qism moddalarning shifoliq roli izchil turda kishilarning qiziqishini qo'zg'ab kelgan bo'lib, kendir mi ularning biri hisoblanadi. Kendirdan tavlab ilingan moddalar ko'pincha davlatlarda cheklangan yoki kontrol qilingan modda hisoblangani uchun kendirningki mushu kasal davolashda ishlatilish doirasimi cheklamaga uchrab kelgan. Yaqinqi yillardan buyon bu kendir mahsulotlari shundoqla kendir miniki mushu kasal davolashdagi shifoliq rollari uzluksiz qiziqishni qo'zg'ab, ba'zi tadqiqotchilar bu jihatda tadqiqot ilib berilgan, tadqiqot ilib borgan. Men tuvanda mushu yaqinqi bir necha yildan buyon mushu kendir to'g'risida e'lon qilingan ba'zi mushu ma'lumotlarni sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Agar biz mushu internetdan kendir meninki shifoliq roli deb izlasak, ko'plagan uchurlar chiqadi. Bu ko'rayotganinglardagidek sol tarafidagi mushu inglizcha Healthline degan torpedida e'lon qilgan mushu kendir meninki 7 xil shifoliq roli. O'ng tarafdagisi bo'lsa, dunyoga dangliq Forbes degan jurnalniki mushu sog'lomlikqa munosabatlik sahifasida e'lon qilgan mushu kendir meniki 9 xil, ya'ni ilmiy yo'sinda rasmiy isbotlangan 9 xil roli deb u kendir meniki shu sog'lomlikda rollari tonishtirilgan. Shuning bilan bir vaqtda yana shu Healthline degan to'rbetda kendir meniki mushu rak kasalini davolash to'g'risida ba'zi
ko'z qarash va yoki ba'zi tadqiqotchilarniki dastlabki tadqiqot natijasi e'lon qilgan undan boshqa yana shu o'ng tarafda ko'rayotganingdek bu kendir miyninki shu Alzheimer kasaliga yana shu Alzheimer kasali ya'ni esida yo'qotish kasaliga davolashdagi shifoliq roli tonishtirilgan. Bu sol tarafdaki Harvard University'ninki shu kendir miyi to'g'risidagi ba'zi ko'z qarashlari, ya'ni Harvard University'dagi ba'zi mutaxassislarning kendir miyining shifoliq rol to'g'risida ko'z qarashlari o'tirilib qo'ygan bo'lsa, bu o'ng tarafdagida shu Amerikaninki rakni kasalini davolaydigan markazniki shu kendir miyi to'g'risidagi ba'zi ko'z qarashlari o'tirib qo'yilgan. Undaqda kendir miyi zadi şifalıqmı yo'q? Kendir miyininki sağlamlıqda zadi qandaq foydasi bor? Bu uçurlarni men o'xshamagan manbalardan foydalanish orqali tövendikidek bir nechta tarafga yig'inchoqlab yakunlab chiqdim. Birinchisi bu kendir miyininki sağlamlıqdagi foydasi yoki shifosining birinchisi teşviş ve tushkunlikni ozlatishi mumkin. Chunki bundaq deyishimdan maqsad hamda buningga yetarlik isbot bo'lmaganligi uchun men buni faqatla shu mumkin deb oldim. Ya'ni birinchisi kendir miyi tashvishlanish yoki tushkunlashishni ozlatishi mumkin. Ikkinchisi tutqoqlik kasallikni kontrol qilishga önümü bo'lishi mumkin. Bu haqda ko'plagan tadqiqotlar ilib berilgan bo'libmi shu bolalarda bo'ladigan tutqoqlik kasalini davolashda kendir miyininki belgilik roli borligi kundan kunga ko'plagan mutaxassislarninki tasdiqiga erishmoqda. Uchinchisi zahmidan keyingi tashvishlanish kasallik alomatlarini yengillatishi mumkin. To'rtinchisi apyonga xumor bo'lib qilishni davolashi mumkin. Beshinchisi umurtqa yan taraf qitishish kasalininki alomatlarini pasaytishi mumkin. Oltinchisi kontrol qilg'ili bo'lmaydigan ba'zi og'riqlarni pasaytishi mumkin. Yettinchisi diabet kasalining agashma kasalliklariga foyda qilishi mumkin. Sakkizinchisi ba'zi nerv kasalliklarining oldini olish mumkin. To'qqizinchisi bo'g'im yallig'ining kasallik alomatlarini yengillatishi mumkin. O'ninchisi rak kasalini kimyalik davolashdan kelib chiqqan ba'zi aks ta'sirlarini yengillatishi mumkin. 11-si rak kasalining kasallik alomatlarini pasaytishda belgilik rol o'ynashi mumkin. 12-si danoxo'rakka foydasi bo'lishi, ya'ni danoxo'rakni davolashda ma'lum shifoliq roli bo'lishi mumkin. 13-si qon besimini tövəltishi mumkin. 14-si kishilarniki uyquni yaxshilashi mumkin. Bu yerda hammasida men mumkin deb elishimninki asosli sababi men yuqori deb o'tgandagidek bu haqda ilib berilgan ilmiy tadqiqotlar boshlang'ili bak uzun bo'lmaganligi uchun bu kendir miyiniki shifoliq roliga nisbatan jazmlashgan bir xulosa yo'q, lekin ko'pincha tadqiqotchilarniki natijalariga asoslanganda uninki belgilik unumi borligi ma'lum. Shu sababdan men buni to'liq jazmlashmagan bir unumi qatorda mumkin deb oldim. Bu kendir miyininki yuqorqidek nurg'ulg'an shifoliq rollari bor ekan, undaqda kendir miyi zodi bexatarmi yoki uning qandaq aks ta'siri va ziyni bor degan vaqtida birinchisi ba'zi kishilarda ish surish paydo qilishi mumkin. Ba'zi kishilarning ishtahasini tuvallatishi mumkin. Uchinchisi ba'zi kishilarda ko'ngli aynish,
husus paydo qilishi mumkin. To'rtinchisi, ba'zi kishilarda og'riqlik, mag'dursizlik paydo qilishi mumkin. Ba'zi kishilarda, beshinchisi, ba'zi kishilarda ig'izi qurishni paydo qilishi mumkin. Oltinchisi, ba'zi kishilarning badan ig'irligida o'zgarish paydo qilishi mumkin. Yettinchisi, ba'zi kishilarda jigarni zaxmi qilishi mumkin. Endi nima uchun men ba'zi kishilarda deb oldim degan vaqtida bu kendir meninki o'xshamagan kishilarda paydo qilgan aks ta'siri farqli bo'lganligi uchun. Ya'ni ba'zi kishilarda bu xil aks ta'sir paydo qilgan bo'lsa, yana boshqa kishilarda boshqa xil shu aks ta'sir paydo qilganligi uchun men buningga hammasiga ba'zi kishilarda deb oldim. Demak, bu kendir miyi niki aks ta'sir lekin yoki ziyni ma'lum ziyni hamma odamda o'xshash sodir bo'ladigan ish yo'q. Ya'ni ba'zi kishilarda yaxshi unum berib, aks ta'siri e'tiborga olmag'idek darajada bo'lgan bo'lsa, yana ba'zi kishilarda ba'zi ig'ir aks ta'sirini qo'zg'ishi mumkin. Ya'ni o'xshamagan kishilarniki bu kendir miyiga bo'lgan inkosida alohida farqli bo'lganligi uchun men bu kendir miyi paydo qilish ehtimoli bo'lgan bu aks ta'sirlarni faqatla ba'zi kishilarda deb oldim. Undaqda hozir bozorda setilayotgan mushu kendir meyidan yasalgan dori yoki sog'lomlik buyumlarining ismlari nima degan vaqtida birinchisi oldi bilan mushu Amerikaninki dori va yemakliklarni kontrol qilish, tasdiqlash idorasi, ya'ni FDA tarafidan rasmiy dori sifatida tasdiqlangan dori Epidiolex deydigan dori bo'lib, bu dori mushu tutqoqlik kasallikni davolashda ishlatilmoqda. Undan boshqa CBD oil, CBD capsule, CBD soft gel, hemp oil degandagidek o'xshamagan ismlar bilan bozorlarda setilayotgan kendir meyidan yasalgan saqliqni saqlash mahsulotlari mavjud. Bular gerçi isimlerde ba'zi farqlansa-mu, hammasi shu kendir meyiniki shifoliq rolini asos qilib, shu kendir meyidan yasalgan sog'lomlik, saqliqni saqlash buyumlari hisoblanadi. Bugungi bu kendir miyi rostilla shifoliqmi degan bu qisqa leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarningki diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Agarda mushu ba'zi saqaytish qiyin bo'lgan, ya'ni bo'libmi bak men yuqorida tilga ilib o'tgan mushu kendir miyining shifoliq roli doirasi ichida ba'zi kasalliklarga giribdor bo'lgan qarindoshlar bo'lib qolsa, o'zi xohlasa buni sinab baqsa bo'ladi. Chunki buningki har qitimliq iste'mol miqdori nihoyat oz, ya'ni yemak-ichmaklarga bir tomchidan temitib iste'mol qilsa yetarli bo'ladiganligi ma'lum. Ya'ni demak, biz burunga o'xshash butun tomoqni kendir miyi bilan etishninki hojat yo'q. Odam badani buningga bo'lgan ehtiyoj nihoyat oz. Ya'ni bir tomcha ishlasak shu kendir miyiniki shifoliq roliga erisha olamiz degan gap. Agar qiziqqan qarindoshlar bo'lib qolsa, ya'ni bo'libmi bak men yuqori tilga olgan shifoliq roli doirasida sog'lomlik masalasi bor qarindoshlar sinab baqsa bo'ladi. Hammanglarning diqqat berganinglarga yana bir qitim rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.